Blackview Active 8 6 ga 128 ikkita sim kartalik 22.000 amper batareyasi bor. Ya'ni 10 kun bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Protivodorniy, suv o'tkazmaydi. Type-C kirish. Yani holati juda toza. Ishlashlari yaxshi. Kameralariga olishi mana ko'rgan. Bu yerda ana rejim kompyuterisi ham bor. Klaviatura qo'yilganda, lekin bizda klaviatura yo'q. Shunday beramiz. Telefon qilsa ham bo'ladi. Shu planshet. Yana og'ir derkim, juda og'ir emas, lekin yaxshi ishlatishga bo'ladi. Yosh bolalarga olib bersanglar, ya'ni o'qishga, o'yinlarga bo'ladi. Android 13 da sim karta qo'yib ishlatsa ham bo'ladi.